Assalomu alaykum, hurmatli Sof tibbiyot kanali kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz Xitoydan kirib kelayotgan aynan zararli bo'lishi mumkin bo'lgan batlar haqida bo'ladi. Ya'ni batlar deganda biologik aktiv mahsulotlar haqida gaplashamiz. Chunki bu mavzu juda ham muhim va ularning tarkibi haqida to'xtalib o'tamiz. Hozirgi paytda ko'plab bozorlarimizda sotilayotgan biologik faol qo'shimchalarning tarkibiga e'tibor bermasdan iste'mol qilishlik va reklamaga ishonib qolishlik natijasida ko'plab insonlar yondosh kasalliklarga chalinishi ehtimolligi yuqori. Shuning uchun men bugun sizga aynan nimaga e'tibor berish kerak, qanday biologik faol qo'shimchalarni xarid qilishingiz mumkin va qaysilari xavfli bo'lishi mumkinligi haqida to'xtalib o'taman. Undan tashqari, ba'zi bir biologik aktiv moddalar niqobi ostida sotilayotgan gormonal preparatlar hamda antibiotik vositalarni alohida tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Xitoy hozirgi kunda rivojlanib borayotgan ko'plab davlatlarning bozorlarini egallab bormoqda, jumladan biologik faol qo'shimchalar bozorini ham. Va ushbu bozorda sotilayotgan ko'plab mahsulotlar arzon bo'lishiga qaramasdan ularning sifati ancha yaxshi. Lekin bitta narsaga to'xtalib o'tamiz. Ularning sifati yaxshi yoki ta'siri yaxshi, ta'sirini juda ham yaxshi sezdim degan insonlar ularning aynan tarkibiga e'tibor bermagan bo'lishlari mumkin. Nimagaki, ularning tarkibiga ba'zi hollarda gormonal preparatlar qo'shilgan bo'ladi. Masalan, Samyunvan kabi Malayziyadan ishlab chiqariladigan semirtiruvchi dorilar kabi. Uning tarkibida katta ehtimollik bilan gormonlar qo'shilgan. Va undan tashqari Xitoydan kelayotgan Tavonliar kabi ba'zi bir preparatlar tarkibida katta ehtimollik bilan prednizolon bo'lish ehtimolligi juda yuqori. Chunki uning ta'sir mexanizmini kuzatganimda shunga amin bo'ldim. Hech qaysi o'tdan qilingan dorilar bunchalik tez ta'sir qilmaydi. Chunki farmakologiya va farmakognoziya, ya'ni o'simlikshunoslik fanlarida hech qachon tez ta'sir qiluvchi o'simlik preparatlari mavjud emas. Undan tashqari, ozdiruvchi preparatlar tarkibida sibutamarin degan modda aniqlangan. Bu esa yurak-qon tomir kasalliklariga chalinish xavfini oshirib yuboradi. Ammo tanada ozishni yaxshilab berishi mumkin va metabolizmni noto'g'ri tezlashtiradi. Shuning natijasida odamlarda ozish effekti rivojlanadi, lekin qo'shimcha kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta siz ozdiruvchi yoki qandaydir biologik faol modda iste'mol qilayotganingizda uni aynan tarkibiga, sertifikatiga va uning ishonchlilik joyiga e'tibor bering. Xitoyning ko'plab yaxshi mahsulotlari mavjud, lekin ko'plab sifatsiz mahsulotlarga aldanib qolmang. Yana ta'kidlab o'tish kerak bo'lgan asosiy narsa bu gijalarga qarshi sotilayotgan ba'zi bir preparatlarning tarkibi faqatgina albendazoldan iborat ekanligi. Faqatgina aptekalardan sotilish huquqiga ega bo'lgan dori vositasi hisoblanadi. Ushbu dorini aptekadan doktor ko'rsatmasi asosida sotib olish kerak. Lekin buni bozorlarda tabiiy narsa deb sotilishi bu mumkin emas. Yana u 4 yoshgacha bo'lgan bolalarda jigarni qotib qolishiga yoki jigarni hujayralarini zararlanishiga olib keladi. Bunday holatlar yuzaga kelmasligi uchun albatta ushbu preparatlarni bozordan emas, albatta sertifikatlangan va litsenziyaga ega bo'lgan do'konlardan yoki aptekalardan xarid qilish kerak. Aslida biologik faol qo'shimchalar bu vitaminlar, minerallar, oqsillar hamda aminokislotalar, undan tashqari ba'zi bir o'simlik ekstraktlari bo'lishi kerak. Lekin ko'plab o'simlik ekstrakti tarkibiga qo'shimcha sifatida steroid gormonlarni qo'shish holatlari juda ham ko'p kuzatilmoqda. Bunday holatlarga yo'liqmaslik uchun albatta ularni tekshirilgan joylardan xarid qilish kerakligini yuqorida aytib o'tdim. Ammo ularni aynan siz qaysi jihatiga e'tibor berishingiz kerak. Agar inson tanasiga o'simlik mahsuloti iste'mol qilinganda tez reaksiya paydo bo'ladigan bo'lsa, faqat allergik reaksiyalar bundan mustasno, bu tabiiy mahsulot bo'lmaydi. Ya'ni qon bosimini tez tushirib beruvchi yo bo'lmasam ozishni tez rag'batlantiruvchi o'simlik vositalari yo'q. Faqatgina sekinlik bilan metabolizmni kuchaytiruvchi o'simlik vositalari yoki ichki elishini yaxshilovchi vositalar bo'lishi mumkin. Ammo agar semirtiruvchi vosita bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Samyunvan kabi ushbu mahsulot tarkibiga ba'zi bir gormonlar qo'shilgan bo'ladi. Masalan, prednizolon yoki deksametazonga o'xshagan va buning oqibatida bizning tanamizda suyaklanish jarayonlariga shikast yetishi mumkin. Bu esa bizga qo'shimcha kasalliklar, misol uchun koksiartroz va artroz kasalliklarini rivojlanishiga sabab bo'ladi. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, biologik faol qo'shimchalar sotib olayotganingizda ularning faqatgina litsenziyalariga shunchaki yondashmang.
Chunki litsenziyada faqat tozalik ko'rsatkichlari Sanpindan ruxsatnoma bo'lishi mumkin, lekin uning ustidagi tibbiy ishlanmalar haqida aniq ma'lumotlar keltirilmagan. Agarda tibbiy ma'lumotlar keltirilmagan bo'lsa va nechta odamda bu samaradorligi haqida ma'lumot bo'lmasa, bu mahsulot sizni sog'lig'ingizga foydali degan xulosaga kela olmaymiz. Shuning uchun albatta siz tibbiy jihatdan tekshirilgan va tasdiqlangan moddalarni ishlatishingizni tavsiya qilaman. Eng asosiysi esa sizning tanangizga kerakli ekanligini o'z shifokoringiz bilan maslahatlashing. Chunki shifokoringiz sizni sog'lig'ingizni yomon bo'lishini xohlamaydi. Undan tashqari, tabiiy mahsulotlarni qabul qilayotganingizda siz o'z tajribangizga asoslaning. Masalan, allergik ko'rsatkichlaringizni hisobga oling. Undan tashqari, Xitoydan kelayotgan yoki boshqa davlatlardan kelayotgan har qanday preparatlar tarkibini sinchiklab tekshiring. Chunki sinchiklab tekshirmasangiz, hozirgi paytda sifatli mahsulotdan ko'ra sifatsiz mahsulotlar ko'proq. Bu esa sog'lig'ingizni o'zingiz ehtiyot qilishingiz kerak degan. Sof tibbiyot jamoasi sizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uradi va albatta siz bir narsaga e'tibor bering. Siz qayerdan, qanday modda olayotganingizdan qat'iy nazar, uning sifati sizning sog'lig'ingiz degani. Undan tashqari kommentariyada o'zingizni tajribangizni ulashing. Chunki sizning tajribangizdan o'tgan mahsulotlar ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin va albatta o'z tajribangizni ulashayotgan paytda alohida o'rinda yozib qo'ying. Har bir organizm individual hisoblanadi. Individuallikni hisobga oling. Chunki menga ta'sir qilgan moddalar kimgadir yaxshi effekt bermasligi mumkin. Undan tashqari bizning mehnatimizni qadrlagan holatda like tugmasini bosing. Bu bilan siz ushbu videoni ko'plab insonlarga tarqalishiga yordam berasiz.